Bolaligimdan Maytayga juda ham qiziqar edim. Biroq imkon bo'lmagan men yashayotgan hududda sport bilan shug'ullanishga hech qanday bir zallar, umuman olganda sport maskanlari bo'lmagan. Mana hozirgi paytda yurtimizda sportga bo'lgan ishtiyoq, umuman olganda har bir o'sha yosh bolalar, umuman olganda har bir inson uchun katta qulayliklar yaratilmoqda. Yurtimizning har bir chekkasidan. Mana men hozirgi paytda o'sha men sevgan Maytay markazidaman. Bu yerda ko'plab insonlar kelib, mana shu sport bilan shug'ullanishadi. Havasim keldi to'g'risi. Kechki 10:06. Mana bunday bulutlar Phuket osmonini qopladi. Lekin shunday bo'lsa-da, mana hamma cho'lishda. Suv esa juda ham iliq, mazza va to'lqin tinmasdan kelmoqda. Shunaqa. Rung. Bao rung. Bao rung. Rung. Bao. Hả? Mày. Hold on. Muscle. Yeah. Good. Yellow botella. Afraid. Yeah. Yeah.